Xohlasa yaxshi ishlayapti. Assalomu alaykum barchaga. Hop, kimda mikrovolnovka, ya'ni mikro to'lqinli pechimiz shu chisirlab, hozirgi nimaga o'xshab ishlayotgan bo'lsa, uni ta'mirlash uchun doim birinchi ichida bunaqa narsa bo'ladi. Shuni yechib olamiz. Suluda shunaqa deyiladi o'zini. Xullas ashdan mikro to'lqinlar chiqib, buni ichidagi suvni isitadi. Nima bo'lsa ham, suvmi u yo qanaqangi ovqatmi, o'sha ichidagi suvni qaynatib isitadi. Xo'p, uni tuzatish uchun bunaqangi narsa sotadi. Bu asosan elektronika tovarlar sotadigan do'konlarda bo'ladi. Xolodilnik zapchast yo konditsioner, bitovoy narsalarni remont yaraydigan zapchastlar sotadigan do'konlarda bo'ladi. Mana shunaqa ovorlar, bu juda arzon narsa bo'ladi. Bu endi materialni bilmayman qanaqa material. Shunga moslab keyin qirqib ustiga qo'yiladi. Xo'p, mana eskisini chiqarib oldik. E'tibor bersalaringiz, kuyib ishlanib bo'lgan orqasidan iskra bergan. Bu endi yog'lanib qoladi, nimadir bo'lib, xullas kuyadi. Buni endi o'sha yangi nimaga qo'yib, mana shuni qolipida sekin ehtiyot qilib, mana shu qolipga moslab kesib olib, o'rniga qatiramiz. Hop, mana kesib oldik. Ozgina farq qiladi endi. Kichkina qaychicha bo'lsa chiroyli chiqardi. Endi mana shuni shu joyiga qo'yib qatiramiz. Bir qator artib olib turib, uni joyiga qo'yib qatiramiz. Albatta artib olishimiz kerak. Bu atrofdagi yog'lar bo'lsa, обязательно birinchi namlab, keyin quruqda artib olishimiz kerak. Asosiy bu mana shunaqa bo'lishiga shu yog'lar sabab bo'ladi. Hozir важныйlarni keyin safetidan ko'ramiz, keyin qaraymiz. Hop, mikrovolnovkamizni tekshirib olamiz. Mana sovuq suv oldik. Suvdan almashtirdik. Endi bir 30 sekundga qo'yib 30 sekund. Mana Xudo xolasa hammamiz ishlayapti, iskrasiz. Hozir isitmani tekshirib olamiz. Par chiqyapti. Bu degani suvimiz isidi. Xudo xolasa ishlayapti. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar.